Xitoyliklarning o'zi bilan savdolashamiz. Agar narxini zo'r qilib bersangizgina video qilaman. Xo'p. Narxini rostdan aytaman, hech qayerda yo'q narx berishingiz kerak. Xo'p. Ismingiz nima? Xo'p. Bitta like bosib qo'ying hozirdan. Narxini shunaqangi savdolashdi. Ishoning, bunaqa narxga topa olmasangiz kerak. Bu voyaq free. Xitoychasiga qanaqa bo'ladi? Voyaq. China. Good. Bu o'zbekchani bilmaydi, lekin o'zbekchani biladigan Xitoy shu kattalar bilan narxini shunaqangi savdolashdi. Besprabek Voya Free'ni 41-42 ming atrofida sotiladi. Apollo Tech 33500 dan beri orilyapti. Tasavvur qilasizmi? 2023 12-oyda ishlab chiqarilgan va absolutni yangi Aito M9 Ultrasi 42 emas, 52 kilovatli va maksimum full komplektatsiya. Faqatgina diskasi 21 razmerli. 84 mingdan kam sotilmagan. Savdolashib qalbiga qo'l solib, Xitoylikni 82 mingga bosvorsiz bo'ladi. Hamma mashina garantiyasi bilan beriladi. Xohlasangiz naqd, xohlasangiz перечисление qilib olib ketsangiz bo'ladi. Ana shu 22 razmer diskaligini 84 mingga bosvorsiz bo'ladi. Ultrasi xuddi o'sha knopkada ochilib yopiladi. Parok-maroklari bor, orqada proyektorlargacha bor. Xullas, ultrasi oxir payt juda trend bo'layotgan GAC Ion'ni i60 modeli. Aka, buni nech pul qilib beriladi? 24 ming qilib beramiz. 24 ming, yengimi? Yangi besprabek, garantiyasi 3 yil 60 ming kilometr probek. Gibrid aka, absolutni yangi gibrid GAC Ion 24 ming. Endi GAC'larni bilasiz, rostdan Xitoy mashinalarining ichida juda ham ishonchli mashina hisoblanadi. Xitoyliklar o'zi ham juda ko'pchiligi GAC haydashadi. GAC Ion Visa. Bu ham juda trend, ko'pchilik haydaydi. Bu elektromobili 650 zapas qodli. Nech pul bu? 25300. Yangi bu. Yangi besprabek. Mashinalarning narxini bilmaydigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying, ilm bo'ladi. Undan tashqari Aito M7 va M7ni restylingi ham bor ekan. M8 qo'ygan edim yaqinda. M8 bilan M7 bir xil ekan. Nomiga dizaynda farq qiladi M8 bilan. Oldida M8ni, M9ni bilan bir xil splashnoy monitor bor. Orqada proyektor tushgan. Bo'ldi. Ne uchta monitor orqada ham bor. Kapitanskiy, Abdul, Abagrev 3 qatorli mashina. 207 sekund ekan. Pnevma podveskalargacha bor. Xiaomi Su7, Michelin ballonlarda 8 km zapas xodli. Lekin rangiga maza qo'yardi. Maxi Pro's emas. 49900 ga bosvorsiz bo'ladi. Aito'ni to'g'ridan to'g'ri zavod do'koni ekan. Mabodo profilligini qoldiraman yoki telefonligini aloqa chiqib yana batafsil tushunsangiz bo'ladi. Lokatsiya Sergeli o'zgarishda. Shundan o'zgarish mostidan bor-ku, Abu Sahiy tomonga qaylishingiz bilan o'ng qo'lda kelib bosvorsiz bo'ladi.